Yu efendi, siz ortiqcha ansirayotsiz. Hozir nurg'un shaharlardagi maxfiy ishlar idorasi sirtqi qarta salohiyatini oshkorlayapti. Siz texnik qattiq sir saqlayapsiz. Şey efendi, siz qandaqsiga meni maxfiy ishlar idorasidan deb jazmlashtirsiz. İlgari bu uyda tamamen Satqinlar maktabining yapon muallimlari turadi. Zamin qaytirib elingandan keyin Juntong chaqqan kelib, bu yani changiliga elib oldi. Şoň bu uyda qandaq odamning turdigini op-ochiq turmamda mana. Bizmi mo'shada turyaptimizg'u. Amisi bizmi maxfiy ishlar idorasininmi? Qarang, men daydab turgan gapni xonamingiz dedi. Bu o'xshamaydi. Buningda uning tog'asiga rahmat aytish kerak. Bizning bu yerda turishimiz bu punkt boshlig'ining iltifotidan bo'ldi. Meningchamiz o'xshash. O'ng yanchiqni elib sol yanchiq sag'andakli ish. Sizmi bir qishtabqa berib majlis qatnashib, hukumatni maosh olasizg'u. Qarang, mening xonimimni. Sizning xonimingizdek iditliq emas. Tegi taktimni biraqli ichivatdi. Ha. Sizmi menga o'xshashgansizda. Sizdan yo'shirmayman. Eningiz bo'lgan men Dangtong idorasida ishlayman. Sizning maxfiy ishlar idorasida ishlaganingizga o'xshash. Sirtkilar farq etmaydi, lekin ko'zi o'tkir odamlar bir qarabla buni bilib olalaydi. Siz Dangtong idorasidanmi? Men qarang ukam, agar sizlarning ye idora boshlig'i bilan bizning jang idora boshlig'i ikkimizning birga tomoq yeganimizni bilib qoladigan bo'lsa, holimiz xarob bo'ladi. Hozir degan Juntong bilan Juntongning zamoni emas. Maxfiy ishlar idorasi bilan Dangtong idorasining zamoni. Sirtda yaponlar emas, kommunistlarmi bor? Undaq pachipurat qoida tuzumlar bilan hech kimning kori yo'q. Yo'q. Biz tarafda yanılarni aytib qattiq. Juntongning odam bilan xufiyani ko'rsa jazolandi. O'nchivola emasdi, aka. 8-armiya vakillari ketgandan keyin savdogarlar birlashmasi qandaq o'ringa aylanib qoldi? Bilamsiz? Qandaq o'ringa? Axborot basirig'i. U yerda maxfiy ishlar idorasining bor, Dangtong idorasining bor. Yana kommunistlarmi bor? Qandaq hammaylan og'ina savdogar. Parch-purat qoida tuzumlar bilan hech kimning kori yo'q. Axborot savdosi? Qandaq savdo qiladi? Hukumatning, Kompartiyaning, Sovet ittifoqining, Amerikaning, Yaponiyaning odamlari bor. Bir tiyinlik qimmati bo'lsalar, hammasi u yerda ep setiladi. Bence yürüm. Mo'shundoq joyim bormi, texi? Tafsiliyroq dang. Masalan, Mashir Jilin Qizlar universitetini ko'zdan kechirayotganda bir maxfiy telegramma topshirib olibdi. O telegramma Jo'nlaydan kelgan ekan. Uningda Yuanjangning Jangjakuga hujum qilganiga qattiq g'azablanganligi bildirilgan ekan. O'mi to'g'ri. Hozirda suhbat bo'layotdi-ku. Xom xiyol qilma. Urush jasman bo'ladi. Mashir Jangjaku masalasida Yuanjang bilan suhbat o'tkazib ekan. Yuanjang Jangjakuga bo'lgan hujum to'xtasin deydigan ish bo'lsa, kelgusidagi davlatlik hukumatning 40 nafar hay'at a'zosi ichida Kompartiya bilan Millatlar birlashmasining o'rni 12 nafar bo'lishi kerak. 3dan 1 qismdan eshib ketmasin debdi. Kompartiya 14 bo'lsin desa, 3dan 1 qismdan eshib ketadi-da, uni inkor qilish huquqi bo'ladi debdi. Kompartiya ma'qul bo'ladimi? Qat'iy ma'qul bo'lmaydi. Masala-chi, dal mushiyada. Bu Jangjaku qilgan hujumning to'xtashi mumkin emasligini bildiradi. Kompartiyami agar hujum davomlashaversa, bizmi urush boshlaymiz deb ching turdi-da, munosabat buziladi. Shunga shu chaqda ba'zilar Mashirning telegrammasini qo'lga tushirgandilar, ishki urushni to'sishi mumkin emasligini allaqachonli faraz qilib bo'lgan. Undaqda o telegrammami pulga yaraydi ekanda. Albatta. Aka, bu degan ishki urush deyman.
Hozir janub tarafdagi cho'ng savdogarlarning hammasi chet el puli tegishib oltin elyapti. Hey, puldorlarchi, poychiki, oksiyalarni ziyniga setyapti. Ha? Nima ish qadimamsiz? Hozir chet el pulining bahosi Tianjinda 6400 ga chiqdi, Nanjingda 6800 ga chiqdi. 3 oyga bormayla. Bu baho 15 mingga yetmasa, u chaqda qulog'imni kesib beraman. Ha? Uka. Gapingizcha bu boy bo'lishning yo'li ekanda. Shuncha, menga qarang aka. Qo'lingizdagi ba'zi bir pulga yaraydigan axborotlarni nemishqa chiqamaysiz? Ha? Hamma narsa yolg'on. Faqat shu oltin bilan kumushlar as. Nima pulga yaraydiganda? Siz bilmaysiz, o deyman. Dangtong idorasidagi Jivimin nurg'un pulni elib qechib ketibdi. U Tianjinga kelishi mumkin. Uni topib qilib bo'lsalar. U Tianjindamikan? Tianjindami, Lushundami bo'lishi mumkin. Cho'qim chet elga qochadi. Ammo uni tutish Dangtong idorasining ishi tursa, maxfiy ishlar idorasi qo'l tiqolmaydi-da. Siz bilmaydi ekansiz. Yuanjang bizning ye idora boshlig'iga ishonmas bo'lib qopti. U bu ishni sizlarning maxfiy ishlar idoranglarga topshiribdi. Biroq uni tutib olgan holatdami? Uning mol-mulkini yutib olib bo'lmaydi-da. Vaqti kelganda u birlik ishlatlasa, mumkin emas. Bizning Dangtong idorasidan yuqori bahoda so'yinchi beradi. Ular sizlarning maxfiy ishlar idorasining qo'liga tushib ketishdan qo'rqadi. Asli bunday ekanda. Shuncha, aka. Siz uni topsangizlar bo'ldi. Qolgan ishni o'zim qilaman. Siz pulni kutib tursangizlar bo'ldi. Ko'p pulga bir nima deyamayman. 5 yillik maoshingiz naq keladi. Rasma? Ukam. Zangli qilsangizmi deyaveray. Men bilgan holatdami deyishdan qo'rqaman. Undaq pulni olsam dakki-dukkida qolaman. Voy, nimadan ansiraydingiz? Ha? Qarang u amaldorlarga. Tilida davlat quraman degani bilan ko'nglida davlat ko'raman deydi shu. Men sizga deb qo'yay. Men tilimdimi, dilimdimi davlat qurilishini ko'zlayman. Ba'zi ishlarni qilishga bo'lmaydi. Aka, siz jamiyatning iqimini aniq ko'rmabsiz, juma. Kunlar uzungu, men bilaman. Siz maxfiy ishlar bo'limining mudiri. Bundan keyin ishlarni ko'proq yurishtiramiz. Fursat degan ko'p. Mening do'stligimni kechiring. Ammo Ufkam, bugun sizdan jiq narsalarni bilib oldim. Dangtong idorasi nima ish qiladi? Burungi Juntong. Hozir ismi Dangtong idorasiga o'zgardi. Undaqda Shirolinmi, ishpiyonmi? Albatta. Biroq u axborotga tayinib qo'shimcha tapovat qiladi ekan. Qandaq tapovat? U oldi bilan muhim axborotlarni setib olib, ondan uni bu axborotlarga toza ehtiyojli odamlarga setib berdi ekan. Mushundaq odamlar bormikan? Pul topqili bo'lsa, jannat tikadiganlar hamon chiqadi. Biz pul topamiz demaymi? O'xshashli jinimizni tikimiz-ku. Shundaq. Chunki bizning e'tiqodimiz bor. Vay. Men. Jazmlashdimi? Ma'qul. Men hozir sizga odam o'tib berman. Uni qochirib qo'ymang. Tünögün Jivimin kirim qilib tuqqunni uyga bordi. Uning sonsi Jinevi ko'rik shirkasiga berib, at Singapurga mangdan Farhod bildirdan birini oldi. Bilet akaga odamni tutdinglarmi? Jiviminning tuqquni nima ish qiladi ekan?
Qo'rchoq lideriyatning tarjimoni ekan. Jivimin xiyonat qilgan zamonlarning hammasi shu yerga yushurug'liq ekan. Aniqmi? Aniq. U hozir uydimi? Shundoq. Arıq eshiklar izlanib to'singlar, tutaylik. Civimi? Çe. Maxfiy ishlar idorasi Tianjin punktidan yuz ochiq. Ism familiya. Jivimin. Seni nima ish tutqanimizni bilamsan? Pul molni deb qonunga xiloflik qildim. Bo'ldi, bizga harom mollarni ko'rsat. Ma'qul. Biroq sizni o'tinib qolay efendi. Singlimni qo'yasanglar bo'ladi. Aram mallarni ipop birnim deylik. İpinglar. Mana. Razvedka qilib qo'lga tushirguncha aran 2 kunlik vaqt ketdi. Ma'qul, Mavidar boshlig'i. Odam bilan harom molni darhol Nanjingga yo'llayman. Ma'qul, o'zim boraman. İdora boshlig'i, siz xotirjam bo'ling. Uni ep minishqa jandarmlarni chiqiraman. Ma'kunikidek ish hargiz yuz bermaydi. Ha, Nanjingni ko'rishaylik, idora boshlig'i. Men atin Nanjingga borman. Zacha, bak yaxshi bo'ldi. Yishufoning hamda Vivianjaning oldida yuzi tushib ketadigan bo'ldi. Bosh shtab xushop ketdi. Yani sizdan o'rinlashtirishingiz joyida bo'lgan gap. Men faqat shu bo'yicha ish qildim xolos. Siz chaqqan chiqdingiz. Agar Liya bijirgan bo'lsa, yana tekshirish atrofida oldiga o'tib olamdi, kim biladi? Liq ishki cho'ng mashina harom molkan. Siz inchikilab ko'rib baqdingizmi? Atila Nanjingga yo'lga solamiz. Est. Ko'rib chiqdim. U ko'rinish intayin ko'rkam. Arasida qosh teshtaklik bir oltin but bor ekan. Bir gazdan egiz. Anlasam sharqi jin davridagi Liu Yuning qasr angushtir ekan. O'z ko'zingiz bilan ko'rdingizmi? Men uni qoldirib qo'ydim. Mal tizimligiga kirgizmadim. Qaytganda ishigingizdan oldidan o'tkicha o'z qo'lim bilan xonimingizga topshirib berdim. Zacha, men yaqindan beri Maun punkt boshliqligiga nomzod o'ylashyapman. Ammo siz texi shosho. Jiviminning ishida siz xizmat ko'rsatdingiz. Men darhol sizning unvoningizni o'stirishni talab qilib doklad yozaman. Parvish qilganingizga rahmat. Ha, hay. Parvish pirqi davlatga, ishbodingiz o'zingizga bog'liq. Siz jo'nshovliq o'sgandan keyin Liya Luchoshalar bilan baravar bo'lasiz. U chaqda hamma ish o'ng'ay bo'ladi emasmi? Boshliq. Men sizga qanday rahmat aytsam bo'la? Jiviminning dilosi Viyanjanning muayyanlashtirishiga muyassar bo'pti. Men hozir Nanjingga bormoqchi. Yuan Pilinning dilosi o'tib ketdi. O'tganga salovat. Men har qaysinglarning ishni boshdan boshlashinglarni umid qilaman. Men punktda yo'q mezgilda bu yerdagi xizmatlarga mudir mas'ul bo'ladi. Atrat boshlig'i. Necha kundan yoqi Lomudirning tekshirish atrofidagi bir o'trat boshlig'i bilan aloqasiz zichganligini bayqadim. Tekshirish atratining boshlig'i ismi nima ekan? Loyishi. Ularning munosabati intayin gumonliq. Ayta. Qanday gumonliq? Lomudir uni bilan so'zlashganda hargizmi ishxonasining telefonini ishlatmaydigan, doim pochtaxonaning yanidagi bir kichik mehmonxonadan telefon beradigan. Yana-chi. Ular yurtashgan. Lomudir oqshomlari pat-pat Loyishining uyiga aroq ichkilib bordi ekan. Shundoq ekanda. Nima ish qilib tekshirish atrofida doim mendan bir qadam boldir chiqadigan debman texi. Kim? Voy, Li atarat boshliq ekan bu. Yanga. Li atarat boshliq kelibdi. Yu mudir. Ha. Keling. Siz degan aziz mehmonjimi? Yu mudirning uyida turmush burg'i kuchli ekan juma. Süper.
Bizden azroq gapimiz bor edi. Siz Vanchoning uyiga chiqib birdam o'ltirib kiramsiz. Ah, ma'qul, siz o'ltiring. Qarang, bu o'yining ma'lumotchiligini. Ha, yuqoriga o'ting, yuqoriga. O'ltiring. Xonacham bek muloyim kenjimi? Ha, sahrali xotinlarning osh tarbi yaxshi. Biroq shaharliklarda g'araz o'qib ketmaydi. Undaq debang. Ularda quruq so'zlatla boshi. Ha. Atrat boshlig'i, bugun ajab qadam tashrif qilib qopsiz-ku. Cho'qim bir gapingiz bor-ku deyman. Muhim gapmi yo'q. Ishchim pishib, siz bilan birdan mo'nglishay deb keldim. Ha. Nima gap? Bugun punkt boshlig'i Nanjingga menish oldida xizmatlarga Luchavshan mas'ul bo'ladi deganda qarasam siz sal mayslangandek bo'ldingiz. Men rassad ekanman. Qarab bilyapsiz-da. Hay. Muavin boshliqlar lo'mudirga qoladigan o'xshaydi. Shundaqmi? Shundaqdek turdi. Ya bo'lmasa siz bo'lasiz. Men shav-shav bo'lgan ekan, quruq xiyol qilib qolaman shu. Bu Jivimin delosining ta'siri nihoyat cho'ngjimi. Boshliq qaytib kelsa, meningcha jumshov bo'lib qolasizmikan? Atrat boshlig'i meni chekib beqotamsiz qandaq. Sizga aytib qo'yay. Men jumshovlikqa o'sgan holatdimi, mening stajimni ishkonlarnikiga selishtirganda u o'rinning menga tegishi mumkin emas. Menga ayon. Bu qitim menga jazman fursat yo'q. Yuanpeylinning delosi menga intayin foydasiz bo'ldi. Jazolamaganga shukr desam bo'ladi. Meni muavin punkt boshliq qilishi mumkin emas. Bundaqli bo'ladigan bo'lsa, muavin punkt boshlig'ining o'rni lo'mudirdan boshqa oshmaydi ekanda. Natayi. Sizning jumshovlik buyruqingiz chudag'ali bo'lsa, men sizga yordam qilishga tayyor. Men Lu familiyalikdagi paskashlarning maqsadiga yetishni xohlamayman. Atrat boshlig'i. Ko'nglingiz menga tegil bo'ldi. Mening bo'lmag'im nihoyat tas. Buningdan ko'ringiz bo'lsin. Menga aytdingiz, zot bo'lgingiz bormi yo'q? Albatta bor. Kimning bo'g'isi yo'q? Inqilob qilishdagi maqsad nima? Amal-bamal tegib qolamdikan deb qo'shu. Bo'ldi. Bu gapingizni anglab xotirjam bo'ldim. Sizga deb qo'yay. Manli bo'ladi ekanman. U Lu familiyalik muavin punkt boshlig'i bo'la olmaydi. Xasing bo'lamdi ekan. Bo'ladi ekan. Qo'lingizdan rostli ish keladigan Jumoshi apandi. Mush chaqdim xasing topa olasiz. Xeyli qimmatdi. Sizlarning yu apandining qo'lidan texim ish keladi. Biroq u pul tepishni xohlamaydi ekan. Yu apandi deganning g'oyisi bor. Sizga o'xshash pul mastanisi emas. Uning mengiz qiyib qopdi. Kelgusida tinchlik o'rnatilsa e'tiqod degan yo'q bo'ladi. Nimaga e'tiqod qilamiz? Faqat pulg'ila. Ishonamsiz? Ishonmayman. G'oyilik odamning menga e'tiqodi bo'ladi. Siz degandekmi emas. Ba'zida umu pul yetmayotdi deb g'udirab qo'ydi. Angladingizmi? Ha? Yu xonim. Gapimni anglab, qaytganda sizlarning yu apandining qo'liga pichirlab qo'ying. Ko'zini ochsin. Uning aşı o'rinda ozroqla axborot elib chiqsa, tangitilla cho'ntakka kiradi. Uning bilan qaringiz bo'lmasin. Pulning quli. To'li tishimga tegman, ha? O'z vaqtida kichik xotin bo'laman deb qo'g'lab yurgan edingiz. Hozirgacha mehringizni o'zamidingizmi? Nima? Kimga kichik xotin bo'ladi? Yangi davr yo'limni to'sib qo'ydi. Burunqi zaman bo'ladigan bo'lsa, kichik xotin bo'lsam bo'laveratdim. Har qancha bo'lsa-mu sizga ashmaydim. Manqangizni eqitib, yukinib yolvagan bilan. Pasandi. Yusqil. Shifamililik. Oldimda yuvashroq bo'l, ha?
Uyda dakı barmı? Tatmıda. Zocham. Bugungi gaplar ikkimizning orasida qolsin. Atrat boshlig'i, siz Lavluga ortiqcha barash qilmaydigansiz. Yo'q. U o'zini bilmayli qolmasa. Men ketdim, ha. Ha. Yo'l bo'lsin. U sizga rastli kichik xotin bo'lmoqchi bo'lganmi? Voy, xonacha. Sizda rost ilgirlash cho'ngjimi? Buning pushqoqlardagi ishni bilib oladigan bo'lib ketibsiz. Luchavshanning qo'l ostida ishlasangiz bo'g'dik. Gapni opqashmang. Shundaq ish bo'lganmi yo'q? U chaqda punkt boshliq meni uni go'llab fursatdan foydalanib uning tog'isini nazorat qilishga avatgan. Boshliqning uning tog'isidan mol-mulki ko'z tushgan. Siz bilmaysiz-ku deyman. Uning tog'isi sotqin. Cho'ng sotqin. Voy. Bo'ldi. To'l gapni opqashmang. Sotqinning ishini siz burun deb bo'lgan. Yuvashlik bilan topshiring. Uning sizga kichik xotin bo'g'isi bormidi, yo'qmidi? Shunday ish bo'lgan. Yuzi qilin. Kimni tillayapsiz? Uni Men uningga mening xotinim bor. Patiqinda xotinimni akilama. Xotinim oq ko'ngil, fazilatlik, iditlik, muloyim degan. kimni shundaq degan? Sizni-chi? Kim sizning xotiningiz ekan? Tangsimo, nima deyishni bildingmi? Bildim. Mo'sh ishni qilib bo'lsang, uyga ketsang bo'ladi. Men kompartiyaning xoyini, uyimga ketamayman. Chu xo'jayin uyimni biladi. Uyimga bosim bo'lmaydi. Mening Xanko'ga bag'im bor edi. Bo'ladi. Amsa Xanko'ga bor. Sana yana kichik tijorat qilg'idek pul berman. Rahmat Atrat boshlig'i. Mudir, bayli qo'lga ushladik. Kimniki? Aniq emas, biroq oxirgi imzosi ilgirki Chu xo'jayin deganning shifri bilan o'xshashgan. Ko'rib yiqil. Chu familiyalik yana qaytib ketdi-da. Tangsimovni chaqir. Xo'p, Bu burun belgilengen qararsiz aloqash seferi. Azaldan ishlatib bakmagan. Mana sefer tarjima qilish daftarini ko'rsatdi. Qaysi daftar ekanligi esona bobo. Mashq daftaridagi mashq seferi. 6 degan Manga Mingoning 20-yildagi 4 bo'lonliq raqamni tepib bering.
Shinxay, shimoldagi 1-nomerlik boshliq at oqshom 8da siz bilan ko'rishadi. O'rni Longhua meyxonasining may koridorida. Maxfiy belga 2-nomer. Kechikib qolma. Shanxay. Shimoldagi 1-nomerlik boshliq. Sen berip bunun orada kalmaş. Hop. Hay. Ha, telefonda deyishyapsiz. Bundaq bo'lsin. Tushlik tomoqdan keyin biz ko'rishaylik. Fuyun choyxonasida. Ma'qul, shunday bo'lsin. Anladın mı? Anladım. Tushdan keyin Fuyun choyxonasi. Atrat boshlig'i, aldirashma. Lo'moy der. Keling, o'tiring. Qandaq topshirig'ingiz bor? Yo'qsa. Bundaq ish. Baylar kompartiyaning bir maxfiy telegrammasini qo'lga tushirdik. Kimning yo'llaganligini bilamsiz? Kimkan? Siz bilan almashtirgan hiliqi Chu xo'jayin. U qayergan? Uning nadligini men bilmayman. Biroq u hozir buyruq tushiradigan odam bo'lib qoldi. Telegrammada Shanxay bilan shimoldagi 1-nomerlik boshliq ko'rishdi. O'rni Longhua meyxonasining may koridorida. Vaqtiga soat 8:20 da debdi. Longhuada 8:20 da. Lu Chaoshan bergan telegrammada vaqtning soat 8dan 8:20 ga o'zgartirilganini ko'rib, Liya hammani tushundi. Hamma ish uning plani bo'yicha bo'layotdi. U Lu Chaoshan, sen endi tugishadigan bo'lding deb hukm qilalaydi. Bu qitam men butun kuchim bilan atlanaman. Lu mudirning axborotining qadrini qilmasam bo'lmas. Boshliq ahd qaytib keladi. Shanxay bilan shimoldagi 1-nomerni tutsangiz, punkt bo'yicha sizni tabriklayman. Ishonganingizga rahmat. Men cho'qim burchimni ado qilman. Mao idora boshlig'i aloyitan Jiviminni tutgan kishi kim deb so'ragan edi. Men siz ekanligingizni dedim. Idora boshlig'i nima dedi? İdora boshlig'i ta'sirlangan holda, Li Xayfangni qatl qilgan qahramon shu dedi. Uningdan keyin yig'inga qatnashganlarga maxfiy ishlar idorasiga yuzliga yuz uchun kerak dedi. Shuning bilan shovshovlikdan jungshovlikqa o'sdingiz. Hal bo'ldimi? Rahmat boshliq. Ammo Muavin punkt boshliqning nomzodida yuqori yanala Lu Chaoshanni yoqiladi. Jinjimin o'tirg'i qo'ygan edi. Mao idora boshlig'imi bir nima deyamadi. Mundaqda. Lu mudir bo'lish kerak zodi. Bu Shinxay degan uzun muddat Tianjinda jonliq faoliyat qilib yurgan ko'ni raqibimiz edi. Shimoldagi 1-nomer ko'rinib boqmagan. Shinxayning rahbari bo'lsa kerak. Bu qatimqi harakat jazman yutuqli bo'lish kerak. Tövendikilarga men texnik uqtirmadim. Ijro qilish oldida odamlarimni jig'oydayman. Mushunda qilsam xabarni kontrol qilib bo'ladi. Bu telegramma yuzachingni gangirtib qo'ydi. Buni zodi kim berganda? Telegrammaning so'zlari tonish. Shanxayni telegrammada bevosita chaqirgan qanday gap? Uningda apparat bo'lmasa, tashkilning uningga telegramma berishi mumkin emas. U uning saxta ekanligini faraz qildi. Buni kim o'ydirgandi? Maqsadi nimada? Vaqt kelganda boshqa uylarning hammasiga odam o'rnashtirib aytinglar. U shu uyga kira oladigan bo'lsin. Xo'p.
Chiqinglar, mush yerda qilinglar. Tangsimo, sen mush yerdan mangsang, o yerda bir butxona bor. Bir seni shu yerda saqlab turdi. Shu sana pul bilan biletni berdi. Hankoga bardan biletmi? Shundaq. Esingda bo'lsin, mush 2-3 kun ichida yuz bergan ishlarni hech kimga aytma. Uqdim, atarat boshlig'i. Tangsimo. Beka uy bormi? Kechiring. To'shib ketdi. Voy, baba. Ichida yana bir beka uy bor. Marhamat. Bu eng yaxshi uy. Bo'ladi kel. Heli meni bir do'stim izlab keladi. Familiyasi Lu. Uni o'til mushak boshlab akir. Xo'sh, ma'qul. Kechiringlar. Xato kirib qoptiman. Kechiringlar. Rahmat. Shanaka, sat bo'ldi. O'quvchilar o'qish tashlab namoyish qilib ekan. Oylinib kelib bo'g'icha sizni saqlatib qo'ydim. Ha, hech qisi yo'q. O'tiring. Akşamlık her qancha zo'r ish bo'lsa tashlang. Muhim ishga taqlid etmasin. Nima ishdi? Kech soat 8da. Lonxua meyxonasining birinchi qavatidagi may koridorida. Harakatingiz tez bo'lsin. Liyaga berilgan axborotda 8:20da deyilgan. U kelganda sizlar ketib bo'lishinglar kerak. Ma, qarang Shanaka. Bu axborotni siz qo'lga tushirgandan keyin o'zingiz ijro qilsangiz yaxshi bo'lmamdi. Bu ham xizmat ko'rsatib mukofotga erishish fursati. Bundaq fursatni menga hech qanmadi. Liyaning quloqlari ko'zimga sig'maydi. Uni putlab etmasam, bu yerda shuncha uzun ishligini bekor ketdi. Agar maxfiy ishlar idorasi axborotdan kelish manbasini surishtirib qolsa, siz maxfiy ishlar idorasining harakat atrofidagi xabarchimiz telefonda xabar qilgan, uni tonimayman-da. Ha, jazman harakat atrofining odami edi. Men qarang Shanaka. Bu axborotni siz qo'lga tushirgandan keyin o'zingiz ijro qilsangiz yaxshi bo'lmabdi. Bu ham xizmat ko'rsatib mukofotga erishish fursati. Bundaq fursatni menga hech qanday xudayman. Liyaning ash qiliqlari ko'zimga sig'maydi. Bugun oqshomdagi harakat o'zgarmaydi. Vaqti 8ga ilgari surildi. Bugungi harakat utuqliq bo'lsa, bizning Tianjin punktining yuzi toza yo'riq bo'lgan bo'ladi. Muallim. Men ilgirki tekst tahlillarini tekshirib baqdim. Shanxayni bevosita chaqirgan ish xotirda yo'q ekan. Shundaqmi? Shundaq. Faqat radioda bir necha qitim chaqirilgan ekan. Ajoyib ish.
Şen aka, Liya adamlarını baldırılı ip kepti o. Baldur beripti. Kımınıslaço. Tek kemmedi. Bırak saat 8'ini işip ketdi. Sizler medirlemay durunlar. Ular hareketini ahırlaştırganıke qaytıp gelanlar. Ular bilen herkes adam dalaşmama. Uqtu, xoş. Uchrashmoqchi bo'lgan odam sezib qolgan o'xshaydi. Amdi kelmaydi. Yuringlar. Ava odamlarning hammasi deb ketaylik. Hop. Nima? İş bormi? Ish bor. Cho'ng ish bor. Atrat boshlig'i qaytib keldi. Kechiring boshliq. Men yana quruq qo'l qoldim. Nima ish bo'ldi? Biz yetib berishdan burun garnizon shtabi tekshirish atrofidagi odamlar 7:30 da u yerga unib qopti. Cho'qim bir xabar yetkazib qo'ygan gap. Yana shu tekshirish atirdi. Nima qilmoqchikina ular? Tasaddubilik qo'yib qolganmi deya. Ular bundaq axborotga qandoq ega bo'la oladi? Lo mudir. Buningga o'zingiz javob bersangiz bo'larmikan? Men nimaga javob berdim? Nemishqi bizning har qitimliq harakatimizga tekshirish atrofidagilar oldin chang soldiganligini aytib bering. Sizdan men bundaq gapirish salohiyatingiz yo'q. Men sizga o'z odamlaringizni obdan boshqaring, sizning neningiz bilan xalqning g'imini tangaydiganlar chiqib qolmasin deb men qitim degandim. Kimning nenini, ha? Bo'ldi. Chivinning qanotidek manfaatni deb bir-biringlardan mushunda gumonlanamsizlar? Boshliq gumon qilganim yo'q. Men naq maydonda tekshirish atrofida 7-sho'ba atrofining boshlig'i Lu Yushuni ko'rib qilib, uni bu yerga og'ash kelgan edim. Apkiringlar. Eyta, boy so'raxonada qilgan gaplaringni yana bir qaytimda. Men hech nima demadim. Sizlar meni qiynab degizdinglar. Shanakaning yuzini xeyli oyaydi ekansan, ha? Boshliq. Bu mening odamlarim Fuyun choyxonasida unalg'uga ilib olgan so'zlar. Akşamlarda her qancha zo'r ish bo'lsa tashlanib, muhim ishga taqlidimiz. Demişdi. Kech soat 8da Longhua meyxonasining birinchi qavat meyxonasi orada. Harakatimiz tez bo'lsin. Liyaga berilgan axborotda 8:20da deyilgan. Nima gap bu? Kelganda sizlar ketib bo'lishingiz kerak. Shanaka. O'ydirma. Raqsingiz yaxshi bo'lmabdi. O'ydirma. Mukofotga erishish fursati. Ziyonkashlik. Fursatni qamadi deyman. Liyaning aşıq qilaqlari ko'zimga sig'maydi. Uni putlab etmasam, bu yerda shuncha uzun ishlaganim bekor ketmabdi. Degina, rostmi yolg'onmi? Rost. Rost. İdarəsi axbaratın gelişmə məhsini sürüşdürüb qalsa, siz məxfi işlər idarəsinin hərəkət ətrafındakı xəbərçimiz telefonda xəbər qılğan özünü tanımayman da uqdingizmi? Cəzmən hərəkət ətrafından Sağ yana so'zlash fursati bor. Gap qila! Yuzoching heliqi g'alati telegrammaning qandoq ish ekanligini darhol tushundi. Ham Liyaning "Malla bo'lsam, Lu Chaoshan muavin punkt boshlig'i bo'lanmaydi" degan gapining ma'nosini tushundi. U bir tarafdan Liyaning Astirdan qilgan yordamiga ko'nglida rahmat aytsa, yana bir tarafdan uningga texmi diqqat qilish kerakligini o'yladi. Mavang bozordagi harakatni sen kim xabar qilgan? Unimi Chaoshan o sizni ko'zimga sig'maydi degan. Tansimovning shahar sirtida o'ldirilishi qanday ish? Buning bilan mening munosabatim yo'q. Men rostini bilmayman. Yuan Pelining o'ldirilishi qanday ish? Uni men bilmayman. Boshliq, bu ish bilan rostini munosabatim yo'q. Boshliq.
Demesang, o'lasan.